Hammaga salom do'stlar. Bugun biza Spring Cup degan yangi o'ynayotgan narsa chiqibdi. Xuddi draft matchdek. Bizga 2 kun 6 soat berishdi. Qani bo'lmasam o'ynadik. Yana bitta rahmat sizlarga. 61 ta obunachiga yetkazdinglar. Endi bu yog'i 100 ta 1kgacha 61 ta obuna bo'ldilaringiz. Endi 1kgacha olib ketinglar. Chiqaringlar demoqchiman, chunki 1kdan keyin ko'proq obunachilar keladi. Albatta sizlarga ham omad tilayman. Obuna bo'lganlaringiz uchun rahmat deyman. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi raqibimiz Tottenham ekan. Tottenham Spurs. Men o'zimni komandamni tanishib o'tirishim shartmi? Yo'qmi bilmayman. Maignan, Carvajal bor, Tomori, Van Dijk, Robinson, Sobzali, Zubimendi. Bu ikkita shu futbolchini tanmayman. Qani bo'lmasam ketdik. Griezmann edim bu. Lekin menda eng qizig'i Mbappeni oldim. Tushib qoldi, tezligiga qarab oldim. Mbappe oldirib qo'ydi to'pni. Yaxshi ketyapti hozircha o'yin. Mbappe 1-1 chiqib ketdi va gol. Lekin 1-1 desa ham bo'lmaydi, 1-2 desa ham bo'ladi. Chunki yana bitta futbolchi bor edi. U to'xtatib qolishi mumkin edi. Luis Diaz oldingi draft matchimizda birinchi o'yindagi eng yaxshi o'yinchi bo'lgan edi. Aytgancha menda Dembele ham bor. Yaxshi. Dembele to'pni chiqarib yubordi. Osman Dembele desa ham yaxshiroq bo'ladi. Anchadan beri video chiqarmadim. Buning o'ziga yarasha sabablar bor. Keyin men boshqa o'yinlar ham chiqarmoqchiman. Nima deysizlar shunga? Bu yerda jarima zarbasi bo'lishi kerak emasmi? Va Griezmann Mbappe yo'qotishyapti ular. Mbappe charchabdi, tepasidan bo'lsa bo'ladi-ku. Endi sariq berdilar. Virgil van Dijk, Zubimendi. Hozir Luis Diaz to'pni olib qo'yishi mumkin edi, lekin chiqarib yubordi. To'pni olib qo'ydi. Endi tezligini oshirganda to'pni chiqarib yubordi tepmasdan. They made just one change for the second half. He's got the ball and is in full sprint. He can't miss. Regains possession. Gets into safety. Virgil van Dijk'dan bitta patat qilamiz. Sariq qizil bermadi. Qizil bersa bundan ham yomon bo'lardi. Kulusevski in possession. Robinson wins the ball. Hozir
Birinchi to'p Griezmanda edi, lekin uzoqlashtirdi. Shu bilan Dembele u to'pni oldida edi, lekin Tottenham ushlab oldi. Griezmann tepib olgandan keyin. Diaz wins it. He's running at the opposition. Wasted chance there. A poor cross. He failed to connect with that tackle. Son Heung-min. Mbappe. Great understanding between this team. Kim edi u? Oldirdi Really uni. well there. Good defending there. Ikki kishiga bir kishi chiqib ketdimi? Goal now will change the game. There's still time to salvage it. He's just Offside. Har doimgidek the ref has shown him a yellow card. nimaga sariq berishdi Mbappega? It's going to be a double substitution today. Bilmadim nega sariq berishdi. Oh, he's been called back. He's just offside. Offside'ga tushganda ham mayli, lekin sariq berganini tushunmay qoldim. He's hit it long. A misplaced pass. That's great determination. The tackles are flying in at the moment. Madison. Mbappe to'pni olib qo'yishi mumkin edi, lekin ular yo'l qo'yishmadi. Son Heung-min. That's a rare ball Agar pass from this otini skilled to'g'ri player. aytolmayotgan bo'lsam kechirasizlar. Uncha yaxshi aytolmayman. That's the Full time tamom bo'ldi. 100% and gets the player of Menimcha the match. bizlardan kim yaxshi drop etsin? Nimagaligini bilmadim. Menimcha Mbappe bo'ladi deb o'ylagandim. Mayli, hozir ikkinchi o'yinni boshlaymiz. Hammaga yana bir marta salom. Endi biz ikkinchi o'yinni boshlaymiz. Boyna birinchi o'yinni tugatgandik, o'shanda yutgandik. Keyin bitta narsa qarasam, menda prize leader degan bor-ku, o'shanda men bu yerga kelgan edim. Menga endi 25 ta oltin olmos berar ekan. Qani bo'lmasam oldik. Keyin agar bunda yutqazib qo'ysak, naqa qilsak ham bo'ladi. Yana qaytadan sotib olsak ham bo'ladi-da. Everyone's hopeful for a Endi good men game yaxshi today. ko'rgan komanda Real Madrid bilan tushib It's qoldim. 4-3-3. Endi nima My qilaman, fullbacks yutishim and the kerak. away team have gone with this lineup. Mbappe chiqib ketishiga sal qolgandi. He misjudged the pass. Oy, Misplaced pass. Mbappe birga bir chiqib ketdi va gol. Took his chance. And he's put them in front here after some great play. Kylian Mbappe. Their lead further. Bizda hozircha 7-raqamda o'ynayapti. 9-raqamda kim o'ynayapti bilmayman. Finds his teammate. Lucas Vazquezda to'p. Mendy. Ferland Mendy'da, endi esa Carvajal chiqib ketadimi deb o'ylaganimda Vinicius Junior to'pni qo'ydi. Oh, good Voy, save by voy, the voy. goalkeeper. Menimcha varatarim Maiknan edi. Qaytardi to'pni. Viniciusning to'pini qaytardi. Can he put Ana it endi away? Bellingham, voy. Composure to get that shot on target. He's read that one absolutely Griezmannda to'p, Mbappe yana chiqib ketmoqda. Mbappe looks comfortable on the Chiqib ball. ketmoqda. They've made the breakthrough. Here's a Va fantastic chance to to'pni olib score. qo'ydi. Free kick, ya'ni jarima zarbasi bo'lishi kerak. Qizil He's going to be off. It's a Raul Asensio qizil olib maydondan chetlashtirildi. ball is up. And new players coming on. Griezmann tepar ekan. Tries the shot. That ball long. Is this a goal? Voy. Pascha berib qo'yaman. Pas berib qo'yibman demoqchi edim.
challenge. Rodrigo. Bizning yarim o'yinimiz ham o'tdi. He's got the ball and is in full sprint. 90 minut bo'lsa 30 Vinicius Junior, minutdan great o'tib run. ketdi. An accurate pass. Yarim masur. That's a Yarim rare o'yin pass devordan from this o'sha skilled player. 30 minutdan 3 ta kerak bo'ladi-ku. He's racing ahead O'shandan with the bittasi o'tdi demoqchiman. Mbappe. He saves the long range shot. Mbappe yomon tepdi-ku. Lekin Mayikdan ushlab qoldi. Mayikdan. He's speeding ahead. Hech futbolchilarni otdan aytolmayman. Pass. O'zim bilganimdan tashqari. So one team's get Birinchi taym tugadi. Reklama. Mana reklama ham tugadi. Ana endi esa ikkinchi taymga ketdik. Men hech qaysi futbolchimni tushirib o'tirmayman. into the second half. He steps up to steal the ball. Osman Dembele olib qo'yish mumkin edi Ferland Mendydan. Oh, well intercepted. Ceballos, Dembele Players chiqib using ketmoqda. his pace. Dembele bruzi lekin Chance to'pni now olib to turn qo'ydi. defense into attack. Endi ulardan Rodrigo, Mbappe, Viniciusga pas berdi. Ulardan bizdan emas. Va kim chiqarib yubordi? Manager is bringing two players on. Vinicius, This is a physical Alaba, game, lots of tackles being made. Osman Dembele, Subimendi bizdan edi, lekin Rodrigo olib qo'ydi. Carvajal chiqib ketmoqda. Dribbles the ball forward. Voy, nima qilib qo'ydi? Now, Futbol can they uchun put mana. on this set piece? Yo'q. Modricga pas berdi. That's great determination. To'p chiqib ketishi mumkin edi, lekin kim edi bu saqlab qoldi. Ismini bilmayman. Ko'rganim ham yo'q. Yaxshi. Courtois. He misjudged the pass. Ceballos. Usman Dembele Alabaga patkat qiladimi? Yo'q. Patkat qilsa ham o'tolmadi. Mbappe'da to'p. Bizda mas'ullardagi Mbappe'da va Mbappe orqaga bizni Mbappe'miz orqaga chiqib kelib, uning zarbasini qaytardi. Mbappe looks Yaxshi, ulardan chiqib keldi. Voy, kornerkick. Mayikdan yomon qaytardi lekin. Повторni qaranglar. they've won a corner. Will he take it long or short? Virgil van Here's Dijk. Dembele. Mbappe chiqib ketishi mumkin edi, lekin Osman Dembele qattiq tepgani uchun ushlanmay qoldi. Endi u Carvajaldan olib qo'yib, birga bir chiqib ketdi. He's darting forward, and they could be in trouble here. What's left is a Gol. it's there. Mbappe'dan ikkinchi gol. Puts the result beyond doubt. That's his second O'zi goal. Carvajaldan olib qo'yib, birga bir chiqib ketdi. Determined finish. Yaxshi lekin. He picked his spot, and the goal was never in doubt. And the manager's making a change here. Carvajal. Bu Carvajalda yana to'p. Zubimendi Rodrigodan olib qo'ya oladimi? Yo'q. Endi Robinson Viniciusdan olib qo'ydi. Yo'q. Endi Griezmannga pas berganda full time, ya'ni No one's surprised. ikkinchi taym He tamom was bo'ldi. the player of the match. Do'stlar, endi sizlar bilan xayrlashaman. Mana sizlar bilan ikkita o'yin ham o'tkazdik. Sizlarga 61 ta obunachi uchun rahmat aytaman. Endi Xudo xohlasa 100 ta obunachi, 1000 ta obunachigacha olib chiqingizlar. Sizlardan kattakon, yana bir marta kattakon rahmat deb qolar edim. Bu videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Obuna va like bosish esingizdan chiqmasin va kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldiring.